Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar. YouTube tarmog'i orqali bizni musofirdan ham kuzatib boruvchi obunachilar. Xudo xolasa, Asaka tumani Qipchoq mahallasida xuddi shunaqa go'zal fasonlarda tunuka fonlarni qilib berganmiz. 04 qalinlikda bo'lgan qadrdonlar 194,5 kvadrat tunuka fon ishlatganmiz hamda tarnolarni ham qo'yib berganmiz. Choksiz, uloqsiz tarnolardan foydalanganmiz. Xo'p, bir donagina oyna ramka qo'yib berganmiz. Ichkari tomonlariga ustunlari bilan qo'yib berganmiz qadrdonlar. Tunuka fondan bo'lgan bu ustunlar, o'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. Uyga juda ham yarashdi. Xizmatlar bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Bu tomonlar ham bo'lgan, hamda ko'cha tomonlarini ham juda ham skromniy variantda shu uyga yarashadigan romlariga podsvet qilib oq rangi bilan shikolat rangini kombinatsiya qilganmiz bu yerga. Xo'p. Ko'cha tomonlarini ham 21 metr bo'lgan shapkaga xuddi shunaqa fasonni qilib berganmiz. Tarnolarni ham o'rnatib berganmiz. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa, shu ekran chiqib turgan nomerlarga bemalol murojaat qiling. Tunuka fon vazir jamoasi arzon narxda sifatli tunuka fonlarni uyingizga qilib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.